Savol. Qizim bitta bolani topib olgan va shu bola bilan gaplashib yuribdi. Nima qilishim kerak shu bola bilan gaplashmasligi uchun? Agarda bu savolni egasini farzandi balog'atga yetmagan yosh qizlar uchun bo'lsa, unda bitta asosiy sababini aytib o'tishim kerak. Bu holatda farzandga ota-onani mehr-e'tibori kamligi sababli yosh qizlar anglamasdan mehr-e'tiborni tashqaridan izlashni boshlaydi. Bu holatda ota-ona farzandi bilan qalban yaqinlashib, yaxshi munosabat o'rnatib va farzandiga qilayotgan ishini noto'g'riligini chiroyli tushuntirish kerak. Agar shunga o'xshash savol va yechimlar sizni qiziqtirayotgan bo'lsa, men sizlar uchun farzand tarbiyasiga mos qo'llanma tayyorladim va buni Aktualida farzandim bo'limida joylashtirganman. Siz bu bo'limga ulanib, o'zingiz uchun foydali ma'lumotlarni olishingiz mumkin.